Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun sizlarga va'da qilganimdek asabiylik holati, stress, apatiya kabi holatlarga tabiiy yechim hamda stress holatlarini, vahima, qo'rquv, xavotir holatlarini tabiiy yechimi haqida gaplashamiz va ushbu holatlarni doimiy, surunkali takrorlanaverishi sizda qanday kasalliklarga olib kelishi mumkinligi va ushbu kasalliklarni yechim choralari avvalambor asabiylikni davolash bilan kechishi haqida sizlarga batafsil ma'lumot berib o'tmoqchiman. Endi o'zbek oilasi bordirki, bizning mentalitetimizdan kelib chiqqan holatda gapiraman. Oilam, bolam, chaqam, turmushim, ro'zg'orim tashvishi deb yurganlarning hammasi hayoti davomida, xoh oilada bo'lsin, xoh ishxonada bo'lsin, asabiylik holatiga, munosabatlardagi kelishmovchiliklarga duch keladi va bu sizda ham, menda ham doimiy bo'lib o'tadi. Bu narsani oldini olib yashashlikni iloji yo'q, ammo asoratlarini davolab, asoratlarini oldini olib yashashlikni imkoniyati bor. Xo'p, asabiylik holati qanday holatlarda vujudga keladi? Men juda ham ko'p o'rgandim. Nimaga ba'zi davlatlarda insonlar 130-140 yoshgacha kiradi. Masalan, Xitoy davlatida monahlar bor. Xitoyda monahlar 110-120 yoshga yashashi monahlar uchun o'rta yosh hisoblanar ekan. Savol tug'iladi. Keyin ularni hayoti jarayonini o'rgansam, nihoyatda sodda taomlanar ekanlar. Ekologik toza muhitda yashashar ekan, ibodatda o'tadi umri hamda umuman hech narsaga diqqat bo'lishmaydi, asab bo'lishmaydi. Oila, bola chaqa bo'lmagandan keyin xavotirga, asabiylashishga aslo o'rin qolmaydi. Shu bois ularga hech qanaqa epidemiya ham, yuqumli, surunkali har xil infeksion kasalliklar ham yuqmaydi. Kasal odamlarni orasiga qo'shib qo'ygan taqdirda ham immunitetligi shu qadar kuchli bo'ladiki, tanani har qanday kirgan yot modda, infeksiya, virus, bakteriyaga qarshi kurashish juda kuchli bo'ladi. Ular deyarli kasal bo'lmaydi. 35-40 yillab umuman shamollamaydigan, biror marta ham kasal bo'lmaydigan monahlar bor ekan. Va ularning hayot tarzidan kelib chiqib sizlarga aytamanki, nihoyatda sodda ovqatlanish, interval ochlik e'lon qilish, asablarni asrash, xuddi behuda narsaga asab qilavermaslik aynan bizani immun tizimimizni ko'tarib beradi, kasalliklardan himoya qilib beradi hamda sifatli, chiroyli yashashimizga sababchi bo'lar ekan. Endi qaranglar, siz hayotingizda ayni damda hozir qandaydir voqea, hodisalar sodir bo'lmoqda va sizni xronik surunkali kasalligingiz bor. Meni qabulimga keladigan 90% bemorlarni 90% deyman. Nega? Asab holati yaxshi emas. Kuchli emotsional ruhiy stressdan keyin kelib chiqqan holat deb qaraladi. Agarda siz kasalligingizni faqat simptomal belgilarini davolash bilan, faqat kasallikni o'zini davolash bilan mashg'ul bo'lsangiz, 3 oydan keyin, 6 oydan keyin mana shu kasallik sizda yana qaytalanaveradi. Chunki uni keltirib chiqaruvchi sababi, argumenti, negiziga hech kim e'tibor qaratmaydi. 10% bemorlarimga esa asabiylik holati taalluqli emas. Bular asosan yosh bolalar, aqli zaiflar hamda irsiy kasalligi mavjud bo'lgan bemorlarimda kuzatiladigan holatdir. Ya'ni yosh bolalar ular emotsionalni siqilmasa ham, ruhiy holatga tushmasa ham kasal bo'lishi, shamollashi tabiiy holat deb qaraladi. Bu onani ruhiy emotsional holati va tashqi muhit, unga bo'layotgan e'tibor va onani yo'qotib qo'yish hissiyoti, qo'rquvi bilan ko'pincha bog'liq bo'ladi. Bolajonlarimizning kasalligi asosan onalarni uxudi, yeb ichishi, ularni katta bo'layotgan oila yoki bog'cha, maktab sharoitiga uzviy ravishda bog'liq bo'lar ekan. Endi qaranglar, agarda sizlarda asabiylik holati doimiy kechadigan kasb ishida ishlashingiz mumkin. Masalan, haydovchilar bor, o'qituvchilar bor, oshpazlar bor, doimiy xo'randalarni har xil tabiga moslab taom pishirishadi. Umuman olganda hozir spokойно ishlaydigan, umuman asab qilmaydigan, mazza qilib, umuman siqilmasdan, diqqat bo'lmasdan ishlaydigan kasb egalari yo'q. Bunday kasbni o'zi mavjud emas.
Faqatgina etikdozlik yoki chevarchilikni aytadigan bo'lsangiz, unda ham asab bo'lish mumkin. Insonning ishi bilan bog'liq emas. Aynan inson bilan bo'ladigan kontaktida vujudga keladigan muammoli holatlar bo'lishi mumkin ekan. Agar sizda stress bo'ldi, masalan siqildingiz, sizga nisbatan hozirda nohaqlik bo'lib o'tdi, hozir sizga tuhmat qilishdi yoki bo'lmasam sizda noto'g'ri tushunishdi, panika bo'ldi va sizda уже stressiy holat ichingizda qarshi kurash ketadi. Nima uchun shunaqa bo'ldi? Va bu holat sizda bir kun emas, bir necha kun davomida qaytalanishi mumkin. Ishxonada, uy-ro'zg'orda yoki ko'chada deylik, shu narsa qayta bo'lgandan keyin markaziy nerv sistemasi o'sha apatiya holatiga o'tadiki, sizni taningizni, sizni miyangizni, ichki yurak, buyrak, funksional holatlaringizni himoya qilish maqsadida siqilishdan, stressdan, diqqat bo'verishdan o'lib qolmasligingizga sizni himoya qilish maqsadida apatiyaga olib keladiki, hech narsani istamaydigan, hech narsa qilgisi kelmaydigan bo'lib qoladi. Odam tarki dunyo bo'lib qoldi deyshadi-ku. Mana shunaqa holatga kelib qolishi mumkin ekan. Va albatta, kuchli nervotrepka, kuchli asabbuzarlik, siqilish bo'lgandan keyin bizada ayniqsa o'zbeklar aytishadi, vaqt davolaydi hamma narsani deyshadi. Bizani tishimiz og'risa, har doim stomatologga borib, chorasini ko'ramiz, isiriqqa chayamiz, sho'r suvga chayamiz, nimadir chora tadbir qilib znoy pastalarda 2-3 marhalab yuvishga o'tamiz. Qorningiz og'risa yoki bir hafta joningiz og'risa, chopqillab borasiz, hamma ishingizni tashlab shifokorga. Mani tobim bo'lmayapti. Lekin stress bo'ldi, asab holati bo'lyapti yoki bo'lmasam bitta yuzda katta bir janjal to'polon bo'ldi, o'tib ketdi. Siz asabingizni davolash chora tadbirini ko'rmayapsiz. Siz shifokorga bormayapsiz. Yoki bo'lmasam bitta kitob mutolaa qilmayapsiz. Asabiylik holatida nimalar qilish kerak, qanday holatlarda qanaqa tabiiy chora tadbirini ko'rish kerak yoki qanaqa preparatlarni qabul qilish kerak deb. Ayniqsa rahbarlik lavozimida ishlaydiganlar bor. Qo'l ostida 500-600 nafar ishchilar bilan ishlaydiganlar, pulli muomala qiladiganlar, bozorda savdo qiladiganlar borki, har kuni asabbuzarlikka yuzlanishadi, birga bir kelishadi. Shu holatda doimiy ishlash sizni qandli diabet qilishi mumkin. Xotirangizni pasaytirib yuborishi mumkin. Eng yomoni va ko'p uchraydigani teri kasallikka sabab bo'lishi mumkin. Mankak, psoriaz, ekzema, atopik dermatitlarni asosan davolaydigan mutaxassis sifatida aytmoqmanki, teri kasalliklarini aksariyat qismi asabbuzarlik, kuchli stress olganlardan bo'lmoqda. Oshqozon ichi muammosi keladi. Oshqozonda yara kasalligiga ham stress sababchi bo'ladi. Siz yazva желудкani ming davolaning, ming dieta qiling, hamma dori darmonini qiling. Tabiiy shifosini qilgan taqdiringizda ham yazvadan qutulmaysiz agarda sizni ishxonangizda, ko'chada yoki oilangizda doimiy notinchlik bo'layotgan bo'lsa, bu kasallik xronik ko'rinishga o'tadi. Uyqusizlik eng ko'p holatda miya mazza qilib dam olishni, uxlashni, uyquni unutib qo'yadi. Kechasi bilan yurib chiqadigan bo'lib qolasiz. Asabingiz agarda notinch bo'ladigan bo'lsa va 10-15% holatlarda ko'rish qobiliyatiga ham ta'sir qilar ekan. Ko'rish qobiliyatini qanaqa aloqasi bo'lishi mumkin siqilishga deb. Siqilganda asosan bosh miyadagi nerv markazlari paralizatsiya qiladi. Bir-biriga impuls o'tishi qiyinlashadi. Qon tomirlar qisilib qoladiki, ko'zda atrofdagi qon tomirlar даже yorilib ketishigacha olib keladi. Albatta shunaqa holatlarda birinchi o'rinda nevropatologga, psixiatrga murojaat qilinglar. Ko'p bemorlarim bilan 15-20 daqiqa gaplashaman, men aytaman, men sizga tabiiy tinchlantiruvchi, tabiiy asabni davolovchi ingrediyentlarni yozib, retseptini yozib beraman, lekin siz bir marta psixiatr ko'rigiga ham borishingiz kerak deyshadi. Qo'rqib ketishadi-da. Men jinni emasman, men jinni bo'lib qolmaganman, yo men aqlim raso deb men aytaman. Albatta psixiatrga jinni bo'lib qolish yoki xotirasini yo'qotganlar yoki umuman muomaladan chiqib ketgan odamlargina bormaydi. Psixiatrga aynan asabi joyida bo'lmagan,
inson bilan inson gaplashayotganda sag'alga yig'lab yuboradigan, sag'alga siqilib qoladigan, ikkita gapni ko'tara olmaydigan odamlar ham psixiatrga borishi kerak. Hech bo'lmasa bir yilda bir marta borib, yarim soatlik konsultatsiyasini o'tab, boshingizdan o'tgan kechinmalarni aytib, shuni asoratini davolashga, mana shu holatni vujudga keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan argumentlarni yo'qotishga siz harakat qiling. Chunki ertaga eng ko'p uchraydigan holat bu onkologik muammolar hisoblanmoqda. Onkologiya judayam ko'payib ketgan o'rtoqlar. Rakka o'zi keltirib chiqaradigan asosiy narsa asab bo'ladi. Mana buqoqqa onkologiyasi bor. Keyin oqqon bo'lib qolyapti juda ko'pchilik. Meni o'zimni bilgan, o'zim tanigan qancha insonlar bor, ketma-ket farzandi nobud bo'lishi, farzand yo'qotilishi, 3 yil, 4 yillab qurgan hovli uy-joyini gazdan bir kechada olov yonib, pojar bo'ldi. Oila a'zolari sog'-omon tirik qolishdi, lekin bitta dona kiyimi, libosini ham saqlab qolish imkoniyati bo'lmadi. Turmush o'rtoqlarida infarkt bo'ldi, ayollarida bir kechani o'zida qosh, kiprik, soch 100% oq tushib ketdi hamda terida psoriaz holati kuzatildi. Mana shu holatlarda agarda men faqat psoriazni davolayman deb yondashaversam-da, psoriazini davolash imkoni bor, lekin 2 oydan keyin yana qaytalanib kelaveradi. Odamlar yuqori qon bosimidaman, yarim yildan beri davleniyam tushmaydi deyishadi. Yuqori qon bosimini tushirishga hamma chora tadbirini yoki bir umr ichadigan preparatlarini yozib beradi shifokor. Lekin butunlay davolab bo'lmaydi. Chunki uyligida doimiy spirtnoy ichimlik ichadigan turmush o'rtoq bor. Qariya otaxon, onaxon bor. Xotirasini yo'qotgan, o'zini farzandini tanimaydigan qariya otaxon, onaxonlarga qarayotgan farzandlar bor. Yokida aqliy nogiron bo'lgan, tug'ma zaif bo'lgan yoki bo'lmasam bor DTP bolalarni parvarishida, ularni tarbiyasida uyda o'tiradigan onalarimiz bor. Ularni kasalliklarini davolash uchun birinchi o'rinda asabini davolash kerak. Chunki ular sog'lom odamlarga o'xshab normalniy uyqu nimaligini bilmaydi. Ularni ovqatini yeyotganda ham fikri joyida bo'lmaydi. Ular bilan gaplashganingizda qo'lini qattiq musht qilib siqaveradi. Doimiy asabda yuradigan odamning oyoq qo'llari muzlaydi. Qon yaxshi aylanmaydi va oyoq qo'l kafti ko'p terlaydi. Keyin tishini qattiq qisadi. Oddiy gaplashib spokойно o'tirgan odamda ham qo'llari musht bo'lib turibdimi, biling uni yurak qon tomir tizimida muammosi bor hamda doimiy asab buzarlik holatida. Men sizni oldingizga soch to'kilishi bo'ladimi, uyqusizlik bo'ladimi, yuqori qon bosimi bilan kelyaptimi? Bu kasalliklarni asabni davolamasdan turib davolashni imkoni yo'q o'rtoqlar. Sizdagi kasallik har doim ham yuqumli bo'lavermaydi. Sizdagi kasallik har doim ham tana a'zosini o'ziga xos bo'lavermaydi. 5 yil oldingi bo'lgan stress nervotrubkani ham asorati sifatida siz hozir kasal bo'lishingiz mumkin. Shunaqangi bemorlarim borki, qandli diabet bilan og'rigan bemorlarim bor. Qachondan boshlandi? Siz qachon bilib qoldingiz? Bir 3 yil oldin aniqlandi deyshadi. 3 yil oldin aniqlangan paytida siz necha yoshda edingiz? Eslab ko'ringchi, o'sha vaqtda nima sodir bo'ldiki, sizda qand miqdori ko'tarilib qoldi. 3 yil oldin nimalar bo'ldi? Keling birgalikda eslaymiz desam, 3 yil oldin qizimning turmushi bo'lmadi. Qaytarib olib keldik. Siqildim bolamning hayoti shunaqa bo'lganiga, yuki bilan olib keldik. Kuyov nima bo'ldi desa, kuyov qimorboz ekan, kuyovimiz narkoman ekan. Yashayman desam ajratib olishga majbur bo'ldik. Qizimizni Turkiyaga uzatgan edik. Suriyaga ketamiz, Suriyaga ko'chamiz deb o'sha boshqacha bir diniy oqimga kirib qolgan bo'ladi kuyovlar. Majbur bo'lishadi ota-ona qizni qaytarib olib kelib farzandi bilan ajratib yuborishga. Chunki yashatib bo'lmaydigan holatlar bo'ladi. Yoki erkaklarda psoriaz o'zi autoimmun kasallik psoriaz. Gen suradigan kasallik deb 90% holatda genetikada bo'ladi. Lekin zotida yo'q, ota-onada yo'q, do'da buvi hech kimda yo'q. Teri bilan umuman bizani shajaramizda muammo bo'lmagan, so'ramagan odam qolmadi. Lekin menda chiqdi shu holat. Qancha bo'ldi boshlanganiga desam 14 yil bo'ldi psoriazga. Qilmagan muolajam qolmadi. Hech bo'lmasa 6 oy toza yuring, hech bo'lmasa shu terim bir marta bo'lsa ham tozalansin deyshadi.
so'rayman, 14 yil oldin necha yoshda edingiz va nima sabab bo'ldiki sizda shunaqa holat bo'ldi desa, sekin gaplashib 20 minut, yarim soat gaplashganimda shu odamlar aytadi, 14 yil oldin men qamalib qolgan edim, tushib qolganman deyshadi. 1,5 yil o'tirib chiqqanman. O'shandan keyin o'zi qamoqxonada boshimda boshlanuvdi, eslavorman deb aytishadi. Stress oqibatida odamda psoriaz boshlangan. Ikkinchi sababi nima bo'ldi? Mayli bu stressdan ham boshlangandir, lekin u paytda boshingizda edi. Hozir 100% taningizda tirnog'ingizni ko'zingiz ichigacha qoplangan holatda kelib turibsiz. Shu darajaga kelguncha nima lecheniyalar oldingiz, qanaqa gormonal preparatlar oldingiz, nega bunaqasiz zo'rayib ketdi desa, qamoqdan chiqsam уже ayolim turmushga chiqib ketib qolgan farzandim bilan. Meni kutmagan 1,5 yil ham. Unga yana qayta stress oldim. Keyin jigarim xastalandi, gepatit bo'lib qoldim deydi. Jigar xastaligi ham demak, psoriazga juda katta sabab hisoblanar ekan. Ketiga ulanib mana 14 yildan beri bemor teri kasalligi bilan og'rib kelmoqda. Va ularga даже shvetsarskiy skafo preparati ham ta'sir qilmagan. Skafo qilinganda ham menga hech narsa ta'sir qilmadi deb turibdi boyagi bemor. Psoriazimni davolab bering deb kelgan. Albatta u bemorimni men aytdim, psoriazingizni albatta davolaymiz, lekin birinchi o'rinda sizni asabingizni davolash kerak. Ammo hozir xotirjamman-ku, hozir men hech kim asabimda o'ynamayapti-ku, bu o'tib ketdi-ku, уже 14 yil bo'ldi-ku bu holatga deyshadi. Men 14 yil o'tib ketgan bo'lsa ham, o'sha siqilganligingiz, o'sha asabbuzarlik, o'sha davrdagi tuhmatni deb sizni 1,5 yil umringiz xazon bo'lib, advokat yonlab oqlanib chiqquncha bemorda уже bo'ladigani bo'lgan, to'kiladigani to'kilib bo'lgan. Asabingiz hali ham zajimlonniy bo'lib, nervni bo'lib turibsiz. To'g'ri, xotirani o'chirish imkoniyati yo'q, lekin nervingizni davolamagani uchun psoriazga qilingan muolajalar hech qaysi ta'sir qilmadi deb aytdim. Nima bilan davolaganim sizlarga qizuvmi? Vot mana shu bemorimni asabini men davolab turib, psoriazini tuzatishga va davolashga erishdim. Do-posle holatini albatta efirni oxirigacha ko'rganlarga qaysi kanalimizda ko'rsatiladi, isboti bilan taqdimotini men sizlarga aytib o'taman. Kardamon berdim u odamga, chunki yuraklari turib sanchiydigan bo'lib qolgan, qon bosimlari o'ynaydi, holisi tushib ketadi, holisi chiqib ketadi. Asosan yuqori qon bosimda yuradilar va 2-3 kunlab uxlamas ekanlar. 3 sutkalab uxlamasdan yurish bu juda ham jiddiy kasallikka, yurak xastalikka olib keladi. Kardamon hamda bayarishning do'lini guli berdim. Damlama qilib ikkalasini ichasiz degan maqsadda. Hozir men sizlarga asabiylik holatini darajalari va qaysi holatda nima damlab ichish kerakligi haqida ham albatta gapirib o'taman. Okatadan psoriaz birinchi o'rinda uyquni normaga keltirishni talab qiladigan kasallik. Siz normal, stabil uxlamas ekansiz, psoriazingizni davolash qiyin bo'ladi, chunki gormonlaringiz joyiga kelmaydi dedim. 1 oy kardamon bilan bayarishnik, pustirniki ichib, faqat asablarni davolab keldilar, sport bilan shug'ullandilar. Ertalab soat 5 da turib, kechqurun 22-23:00 da uxlashni joyiga qo'ydilar. Diet stolini yozib berdik. Psoriazga hech qanaqa malham, dori-darmon yoki giyoh berganim yo'q. Faqatgina asab, uyqu hamda yeb ichish pitaniyangizni birinchi o'rinda to'g'irlab kelasiz. Men keyin psoriazingizni davolayman dedim. 1 oydan keyin boyagi bemor kelib turibdilar. Psoriazlari 30% ga kamaygan. 30% ga. Mana shu giyohlarni ichganlarini oqibatida уже 15-kundan uyqulari stabillashishni boshlagan. Uyquyim normalniy bo'ldi. Aytayotdilar, qo'pol bo'lsam aytaman, kulgili, lekin men buni borni aytishim kerak bemorimni tilidan. Madina deylar, вообще qoldi menga hamma narsa. Umuman siqilmayapman, hayotga o'sha boshqacha ko'z bilan qarayapman dedilar. Haqiqatan erkak kishi shu gapni menga kelib aytayotdilar. Mana shu choylarni, men siz aytgan tomchilarni aptekadan ham oldim. Siz aytgan tavsiyalarni ham qilyapman, hamda men o'zimda yo'q bo'lgan giyohni ham yozib bergan edim. O'shani topib, olib, ichib, uyqum yaxshilandi, kayfiyatim ko'tarildi. Ertalab budilniksiz turyapman hamda ishga pul topishga bo'lgan ishtiyoqim yanada oshdi. O'sha hayotga boshqa ko'z bilan qarayapman. Meni miyam qanaqadir bo'shab qolgandek tuyulyapti. Miyam pustoy bo'lib qolgan, g'o'ng'illab, xuddi ichiga 2 kilo shag'al tosh solib qo'ygandek og'ir bo'lib yurardim.
ko'rish qobiliyatim ham уже yaxshilanyapti. Birinchi navbatda ovqatni 3 mahal yeyishim kerak, o'lib qolmaslik uchun yeyishim kerak deb yurdim. Hozir ishtaha bilan yeyapman. Qabziyatim bor edi, ichim kelishi yaxshilandi deb keldilar. Vaholanki men ularga qabziyat choy bermaganman, men ularga jigar choy bermaganman, to'g'rimi? Lekin asabni davolaganimizni o'zi organizmdagi barcha detalniy mayda problemalarni hal qilib bo'lgan. Hozirgi birinchi beradigan tavsiyam ayniqsa erkaklar uchun bo'ladi, yozib olinglar. Chunki erkaklar ayollarga nisbatan ancha mo'rt bo'ladi. Ayollar tabiatdan o'zi живучий bo'ladi. Ayollar ozgina immuniteti organizmi baquvvatroq bo'ladi. Chunki bolalarni o'ylaydigan xalq ko'proq ayollar bo'ladi-da. Ayollar moslashuvchan, kechiruvchan, gibki bo'ladi. Muammolardan chiqib ketish yo'lini erkaklarga nisbatan tezroq topadi. Hamda hayz siklini hisobiga ayollarda qon tez almashinib, yangilanib turadi. Erkaklarning organizmi birmuncha mo'rt yuradi. Ayollar pinagini buzmagan stress erkak kishini infarktgacha olib borib, sindirib, to'kib qo'yishi mumkin ekan. Birinchi beradigan tavsiyam bu kardamon hisoblanar ekan, o'rtoqlar. Kardamon. Voy, hidi shunaqa приятный. Вообще o'tkir narsa. Kardamon markaziy nerv sistemasini tinchlantiradi. Xotirani yaxshilaydi, kayfiyatni ko'taradi, oshqozon ichak hazm faoliyatidagi spazmlarni oladi. Postoyanno qorni og'riydigan, sag'alga kinnik atrofida sanchiq bo'lib, yuragi siqiladigan, nafas siqib qoladigan bemorlarimizga ham kardamon yaxshi ta'sir qiladi. Albatta, kechaga bitta tekshirtirgan holatda kardamon tavsiya beriladi. Chunki asabda, stressda, nervda yurgan odamning hazm faoliyatida albatta muammo bo'ladi, oshqozoni ko'p og'riydi. Keyin doimiy mana bu jig'ildoni qaynaydi odamlarning. Shu ovqat yedim deguncha 4 soat ham achishadi yoki yotdim deguncha ket tushdi deguncha mana shu 4 soat ham achishadi, mana shu doimiy qiziydi, achishadi degan holat bo'ladiki, buni men nerv kasalimi yoki oshqozon kasalimi shuni farqlashga sizlarga bitta kichkinagina men test hozir o'rgatib ketmoqchiman. Juda ham ko'pchilik oshqozonim og'riyapti, oshqozonim achishyapti deb faqat gastroenterologicheskiy lecheniya oladi, lekin endoskopiya qilganda hech qanaqa muammo aniqlanmaydi. Doktorga borasiz, UZI qilasiz, oshqozoningiz yaxshi, gastroenterolog lecheniya qiladi, lekin baribir mana shu 4 soha diafragmadagi og'irlik, achishish, qizish holati sizni tark etmaydi. Mana shunaqa holatda bitta tabletka validol shimish kerak. Tilla tegiga validol tashlaganingizda agar achishish qo'yib yuborsa, agar oshqozoningizda yengillik bo'lsa, birinchi o'rinda bu yurak muammosi bo'ladi. Joyingizdan qimirlamaysiz, yotasiz, kardiolog chaqirtiramiz yoki skoriy chaqirtiramiz, EKG'si bilan kessin. Ko'pchilik shuni bilmaydi, oyoqda yurib o'tkazib qo'yadi o'rtoqlar. Bu narsaga men ishxonamda ham amin bo'lganman va menga shu gapni o'rgatgan shu professor domlamlar hayotiy holatdan kelib chiqib aytganlarki, Nukusda, shu Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahrida qaysidir tumanni hokimi kechqurun bazm bo'lgan, bazmda ovqatlanishgan, lekin o'sha kuni ular respublikanskiy qaysidir majlisga borib gap eshitib kelgan bo'lganlar. Ya'ni hayfsan выговор olgan bo'lgan, asabdan bo'lib siqilib kelgan. Endi rahbarimiz siqilib qoldilar, rahbarimizni ancha-muncha nimada gap eshitibdilar, выговор olibdi majlisda. Kelinglar o'rtoqlar, shularni ozgina kayfiyatlarini ko'taringlar deb qo'l osti ishchilari bazm choyxona uyushtirishgan. Kechqurun yig'in qilinglar, bitta bolalar o'tiringlar, tam ozgina miyamiz dam olsin deb. Choyxona uyushtirishgan, hali hokim doda borganlar, osh yeyishgan, boshqa qimiz ichishganda, keyin oshqozonim og'riyapti, oshqozonim, jig'ildonim qaynayapti deb qayd qilganlar. Keyin aytishgan, bu ovqat yevorib, ichkilik ichib bo'kib qoldi deb o'ylab olib borishgan qayergadir chastni joyga. Bu ovqat yeb bo'kib qoldi, choyxonadan olib kelyapmiz deyishganda, yana u bemor bechorani oshqozonini yuvishgan. Oshqozonini yuvib o'ldirib qo'yishgan. Keyin bilishsa, yurak xuruji bo'lgan u kishida. Yurak xurujiga olib kelgan. Ya'ni 2 kunlik, 3 kunlik asab buzarlik, oxirida majlisda уже tikka qo'yib выговор berishgan, уже hayfsan e'lon qilinganmi, stressda kelgan u odamni
asabi bilan, asabini davolash bilan, u odamni davleniyasi bilan hech kim ishi bo'lmay, choyxonaga olib ketib, naborot siqilib turgan qon tomir, siqilib turgan yuragiga baquvvat ovqat berib, davleniyasini 200 ga oshirib yuborishgan va o'limiga sabab bo'lgan. Mana shu holatni guvohi bo'lgan ustozim bizga, nafaqat bizga, o'sha leksiya o'qigan hamma talabalariga aytardilar, uyinglarda, yon atrofinglarda, tanishlaringlarda kimdadir to'shim achishyapti, diafragmam og'riyapti, oshqozonim og'riyapti, albatta birinchi o'rinda gastroenterologga borish kerak. Lekin og'riq surunkalimi, ovqat yesa yemasa og'riyaptimi, yurakka podozreniya qilish kerak, asabiga e'tibor qilish kerak deb aytganlar. O'sha holatda sizda agarda yoki yaqinlaringizda shunaqa bo'layotgan bo'lsa, uyingizda aptechkada validol tursin. Agar validoldan mana shu og'riq yengillashsa, jig'ildon qaynashi qolsa, bu oshqozondan bo'lmaydi, bu yurakdan bo'ladi. Chunki oshqozon og'rig'i, oshqozonda qizil o'ngachda bo'layotgan muammo validolga reaksiya bildirmaydi. Validol oshqozonni muskulaturasini spazmiga emas, yurakka ta'sir qiladi. Va albatta uspokoyительный berish kerak bo'ladi. Davleniyasi oshyapti, kimdir постоянно gipertoniya. Aytaman, gipertoniyani sababini davolashimiz kerak. Bitta siz kardiologga boring, bitta EKG qiling. Men o'qiy sizni EKGingizni deyman. Bitta pochkangizni tekshirtiring. Ba'zan davleniya pochechniy bo'ladi. Ya'ni buyrakda shamollash bo'lsa, siydik tarkibida siliz chiqsa, surunkali pielonefriti borlar bilishadi, ko'pincha qon bosimidan qiynalishadi. Pochkangizni davolasak ham qon bosimingiz normallashadi. Yoki nimagadir siqildingizmi, asab qildingizmi, nima bo'lyapti desam, kelinim chala tug'ib qo'ydi, 6,5 oylik tug'ib qo'ydi. O'shandan beri davleniya mana shu chaqaloq yashab ketarmikin deb, yashab ketsa normalniy aqliy salohiyati tengdoshlariga yetarmikin. 800 gram tug'ilgan chaqaloq hozir 20 kundan beri hayot bilan kurashib yotibdi. Bolamni bolasi, o'ylamayman qanaqa qilib tinch o'tiraman deydi shu onaxon. Qon bosimlari, конечно, ko'tariladi. Ularga albatta valsakor berasizmi, lazab berasizmi, bisoprol berasizmi, enalapril berasizmi? 6 soatgagina tushirib beradi, davleniya yana 200 ga ko'tarilib ketadi. Chunki ruhiy emotsional holati notinch, u ayol o'tirsa, tursa, fikri, xayoli chala tug'ilgan chaqaloqda va har kuni 1 million, 1,5 millionlik dori ketyapti. U chaqaloq hali yashaydimi, yashamaydimi noma'lum, lekin xavotirim deylar. Yashamaydigan, bo'lmaydigan bolani xuddi apparatda ushab turib, bizani pulimizni shilvatgandek tuyulyapti. Bu yoqdan bolam kredit olib qarzga kirib ketdi. O'tdan kelin yig'laydi bolam yashasin deb. Ikki taraflama ham siqilyapman. Shu bolacha 9 oylik tug'ilsa nima bo'lardi? Shu bolacha vaqtida, vaqt soati yetib tug'ilsa nima bo'lardi? Emishga ham, emish layoqatiga ham qodir emas. Hali ko'zi ochilmagan bitta nima bo'lsa 25-26 haftalik chaqaloq qanaqa qilib yashab ketarkin deb unga kuyunaman deydi. Bu yoqda o'g'lim pul topa olmayapti. Bu yoqda ikkita bolasi bor, bizda bormiz, ro'zg'or, kommunal to'lovlar hammasi bir bo'lib keldi-da, Madina, endi shu davleniyam tushmayapti, shuning uchun oldingizga chopib keldim. Shu siz beradigan giyohli choyga ham hozir pulim daja orttirish qiynalyapman deydilar. Aytaman, keling xolajon, mayli, shifokor yozgan tabletkalar, dorilarni to'g'ri yozibdi. Men sizga asab choy beray, uspokoyительный beray. Bu hayot. Siz siqilsangiz ham shu kunlar o'tadi. Siz siqilmasangiz ham shu kunlar o'tadi. Siz perejivать qilib, yig'i-sig'i qilib, chochingizni yulib, kechasi bilan uxlamay chiqqaningizni umuman foydasi yo'q. Allohning qo'lida. Bo'ladi o'rtoqlar shunaqa holatlar. Siz men siqiling, men perejivать qiling, men yig'lab o'tiring, sutkalab bansani oyog'ini tagida o'tirmaysizmi? Allohning qo'lida. Uni tuzalishiga vaqt kerak, uni yashab ketishiga vaqt kerak. Hamma qo'lidan kelgan harakatini qilyapti. Lekin mana shu asabbuzarlik holati sizni kasal qilib qo'yishi mumkin dedim. Xolajonga shuni tushuntirdim. Hali chaqalog'ingiz ham katta bo'lib ketadi, kreditlar ham yopilib ketadi. Hali do'konlab yugurib, o'ynab kulib yuradi, lekin kasal yurak bilan aritmiya holatingizda 200 ga chiqqan gipertoniyani siz orttirib olasiz. Bo'ldi, ketdi, umrbod sizga bu xronический kasallik bo'lib oladi va siz unutib olasiz. Bitta qovurdoq bilan 5 to'ydan keyin chaqaloqchani bitta bag'ringizga bosgandan keyin bu stressli holatlar o'tib ketadi-da, lekin uni asorati bilan siz yana 10-15 yil yashaysiz. Asabingizni asraylik xolajon, hozir shu asab choyimni o'g'lingizga ham ichiring, ana yangi tuqqan kelinjonga ham doktoridan so'rab, mumkin bo'lsa ichiring. Agar bola emizmayotgan bo'lsa deb asab choyi berib yuboring.
Endi ular aytyaptilar, to'g'ri yig'lavyapman deydilar. Уже bir hafta o'tdi oradan, bir hafta. Chaqaloq haliyam barakamerada yotibdi, inkubatorda boqilyapti. Kelinga уже ruxsat berib yuborishgan. Kelib ko'rib turaverasizlar, bolani 2 oy boqamiz biza deb. Lekin aytyaptilar, endi davleniyam tushdi. Bir hafta deganda Madina davleniyam tushdi. Dorilar menga endi ta'sir qilyapti dedilar. Chunki 4-5 soat bo'lsa ham uxlayapman. Miyam o'chib uxlayapti. Уже ichimda qanaqadir sakinatni his qilyapman Madina deb. Ularga yozgan tavsiyam nima bo'ldiki, bayarishnik nastoykasini sotadi aptekada. 3 mingmi, 4 ming so'm turadi. No, uzog'i 6 ming so'm turadi. Oldinlari Triogalin preparatlari bo'lardi. Hozir Triogalin xohlasa chiqadi, xohlasa chiqmaydi. Shuning uchun men tarkibiy qismlarini alohida hozir sanab o'tib ketaman. Yozinglar. Nastoyka bayarishnik, ya'ni do'lanan guli nastoykasi. Nastoyka bayarishnikdan 20 tomchi olasiz. Ikkinchi ingredient nastoyka pustырника, arslon quyruq nastoykasi ekan. Arslon quyruq nastoykasi где-то 5,5 ming 8 ming oralig'ida, 10 ming so'mga ham bormaydi. Nastoyka pustырникdan ham 20 tomchi olasiz. Ya'ni bir choy qoshig'ingiz to'lar to'lmas bo'ladi. Yarimtadan ko'proq, lekin bir chayna ложка to'lmaydi. Ikkalasidan 20 tomchi yarim piyola suvga solasiz. Kechki soat 20:00 da bir kunda bir mahal ichasiz. Ungacha soat 6 larda siz ujin qilib bo'lgan bo'lishingiz kerak. 20:00 da bir mahal ichiladi o'rtoqlar, 1 oy davomida. 1 oy davomida mana shu bitta kurs hisoblanadi. Albatta, agarda yurak urishida, pulsatsiyada, pulsizda aritmiya kuzatilsa, yurakda og'riqli sanchiqlar bo'lsa, albatta kardiologicheskiy lecheniyasini ham olish kerak. Lekin bez retsept men berishim mumkin bo'lgan tavsiya 2 tadan tabletka valeriana tabletkasini ichinglar kechasiga, kechqurunga. Agarda aptekaga borganinglarda bizada kardialen bor yoki triogalen bor desanglar, mana shu ingrediyentlarning hammasi sostavida bitta bo'lib turadi. Tarkibida melisa bo'lsa, yana ham nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Umumiy hisobda 35 tomchi olib, yarim stakan suvga aralashtirgan holatda xillab ho'plagan holatda ichasiz 1 oy davomida. Kursni qanchada yana takroriy qilsa bo'ladi. 1 oy ichamiz, это всё demayli. Bu sizni stress holatingizda, asabiylik holatingizdan kelib chiqqan holda, ishlash kasbingizga kelib chiqqan holatda buyuriladi. 3 oydan so'ng yana bir kurs olishingiz mumkin. Ya'ni buni tez ichib turishlikni ziyoni yo'q, lekin surunkali ravishda ham ichish tavsiya qilinmaydi. Qon bosimingizni muntazam o'lchab turishingiz kerak. Ertaroq, barvaqtroq uyg'onishga harakat qilishingiz kerak. Ko'pchilik aytadi, asabiy nervni odamlar, siz nechida uxlaysiz kechqurun, soat nechida uxlaysiz? 12, 1, 2, 3 bo'lgandan keyin telefon titib, уже ko'zim charchab achishib ketgandan keyin uxlab qolaman deyshadi. O'shanaqa holatda ko'pchilik qiynaladi uyquni rejimini joyiga keltirishga. Bu yerda erta uxlashni imkoniyati yo'q. Erta uxla olmaysiz. Majbur qilsangiz ham miya o'chmaydi, lekin erta uyg'onishni imkoniyati bor. 2-3 ta uxlagan odam ertasi kuni 9-10 gacha uxlaydimi? Endi oylar davomida shunaqa rejimga o'rgangan bemori uyqusini biz qanaqa qilib tiklarkanmiz? Nastoyka bayarishnik, pustырник, valerianani 20:00 da ichamiz. Miya har kunga o'rgangan vaqtida uxlasin. Lekin siz doimiy uyg'onadigan vaqtingizdan 15 daqiqa ertaroq uyg'onishingiz kerak. Bo'ldi, men ertadan voqli turaman deb soat 12-1 da uxlab 5 da tursangiz, miya kun davomida sizga to'liq ishlab berishga qiynaladi. Ish qobiliyatingiz pasayib ketadi, xotirangiz pasayib ketadi. Siz uyg'onadigan vaqtingizdan 15 daqiqadan ertaroq uyg'onishni yo'lga qo'yasiz. Ya'ni 10 da turasiz, bugun 15 da kam 10 da uyg'oning. 15 da kam 10 da uyg'onishni o'zini 5 kunga cho'zasiz. 5 kun davomida siz shunchaki 15 daqiqa ertaroq uyg'onasiz. Uxlaydigan vaqtingiz kech bo'lsa ham. Keyin 10 minut, 15 minutdan orqaga surib 2 oyda siz уже ertalab 5-6 da yoki 7 da uyg'onishi rejimiga tushib olasiz. Birdaniga 1 soatdan, birdaniga yarim soatdan boshlasangiz, miya stressga tushishi,
uyqu faoliyatida narusheniya bo'lishi, sizni xotirangiz charchab qolishi, ishga bo'lgan xohishingiz hamda kayfiyatingiz tushib ketish holatlari kuzatilishi mumkin bo'lar ekan. Mana shuning uchun 15 daqiqadan ertaroq har hafta uyg'onishni rejimga qo'yar ekanmiz. Agarda sizda surunkali asabbuzarlik holati bo'lsa, surunkali asab holati qanaqa? Kasbingizdan kelib chiqib, rahbar lavozimda ishlaysiz yoki ishchi bo'lib ishlaysiz, hamkasbingiz neto, har kuni nervingizga tegadi yoki rahbaringiz odil emas. Yokida yosh bolalisiz, urushqoq, baqiroq, bolasini urtashiydigan takoy agressivniy oyijonlar uchun men hozir tavsiya beraman deb bolalarni urtashiyveradi, baqirib tashiyverishadi, narsalarni otib bitta isterika qilishadi-da, o'ziga kelib tinchlangandan keyin yig'i boshlanadi, afsus bo'ladi, nimaga ham bolamni urdim, nimaga ham urishdim, shundoq farishta bolamni urdim deb onalarni asabi charchab ketgandagi holatga chiroyli men hozir tavsiya beraman. Agarda emizikli bo'lsangiz, agar homilador bo'lsanglar, albatta shifokor tavsiyasi bilan Vamilan ichishingizni men tavsiya qilaman. Vamilan preparati 100% o'tdan tayyorlangan. To'g'ri, dorixonada sotiladi, lekin 100% tabiiy o't. Men sanab o'tgan yoki mendagi bor mana bu tinchlantiruvchi choylarni homilador va emiziklilarga qo'rqaman. Nega? Homiladorlarga mumkin bo'lsa ham, emiziklilarga men taqiqlaymanki, chaqaloqni qorni og'rib qolishi mumkin, chaqaloqning ichi ko'karib qolishi mumkin. Emizikli hamda homilador ayollar tinchlanish uchun yalpiz ichishlarini men tavsiya qilmayman, chunki homiladorlarda yo'ldoshni ko'chirib qo'yish xavfi bo'lishi mumkin. Agar u yalpiz qora yalpiz va boltiq bo'yi yalpizi bo'lsa, agar oddiy yalpiz yoki oq yalpiz bo'ladigan bo'lsa, ziyoni yo'q. Lekin siz uchragan tabibdan tinchlantiruvchi choy olib, homilador holatingizga ichishingizdan men qaytaraman. Vamilan ichishingizni tavsiya qilaman. Hamda haydovchilarga, shofyorlarga. Endi nima desam, erkaklar tegi tabiatdan erinchoq bo'ladi-da. Uspokoyительный choyniga damlab olib 2 mahal ichishga sizlar erinishinglar mumkin yoki zarulyon bo'lasizlar, logistiklar bor, to'g'rimi? Mana shunaqa holatda vamilanni olasiz, bittadan 2 mahal yoki ko'rsatmaga ko'ra 3 mahal 1 oy davomida ichsanglar, asabiylar железобетон bo'ladi. Uncha-muncha narsa sizlarga ta'sir qilmaydi. Boshingizgacha qarzingiz bo'ladimi, kreditingiz bo'ladimi, uyda xotiningiz urushadimi yokida arendada yashaysizmi, bir xil arendaga mashina haydaydi, men pulini qilib berishim kerak, plan qila olmadim, endi nima bo'ladi, ro'zg'or qilish kerak, bolani bog'chasi, kattani maktabi, kichkinani oyog'i qiyshiq, massajga olib borish kerak. Katta qizini oyog'ida etigi yo'q, kamiga katta farzandi o'g'li yoki kontraktga o'qishga kirib kelgan. Ham xursandchilik, ham stress baravar kelyapti. Har qanday ota-ona o'qitishni xohlaydi, bolasiga sharoit qilib bergisi keladi, lekin imkoniyat yetmayotganidan asab bo'lib ketadi o'rtoqlar. Mana shunaqa holatda yurakni hovuchlab paq etib infarkt bo'lish yokida davleniya oshib ketib, bosh miyada qon tomir yorilib, insult holatlari juda ham yosharib ketgan, juda ham ko'payib ketgan o'rtoqlar. Hayotda ozgina boricha qabul qilinglar. Men bekorga gapimni boshini manaxlardan boshlamadim. Manaxlarni to'g'ri oilasi, xotini, bola chaqasi yo'q, o'ylaydigan tashvishi yo'q, faqat umrini ibodatga bag'ishlagani uchun 140 ga kirdi emas. Ular ham sadoqatlanadi va siz bilan meni qiziqtirayotgan narsani 95%ni ularga qizig'i yo'q. Bir dona libosda umrini o'tkazishga ular tayyor, rozi va shu narsa ularni qanoatlantiradi. Hozirgi holatingizga shukrli bo'ling, hozirgi holatingizga sabrli bo'ling, bo'ldi. Mana shu holat Alloh taoloni siz uchun bergan eng ideal holati hisoblanadi. Bundan o'taman deb o'zingizni boshingizni qarzga tiqib, kreditga tiqib, uni qilishim kerak, buni qilishim kerak deb o'zingizni qiynamang. Amerika aholisining 75%ni uyi yo'q, arendada yashaydi. Agarda siz arendaga mashina haydab, arendada uyda o'tirgan bo'lsangiz, buni hech qanaqa tashvishli joyi yo'q. Turkiya aholisining 45% arendada yashaydi. Amerikaning 70%, 75% arendada yashaydi. Ya'ni o'zini shaxsiy mulki yo'q ularda. Ularda bankda milliardlab puli bo'lishi mumkin, lekin uyni kadastri bilan sotib olishga aholisi даже qiziqmaydi. Qo'shnisi yoqmasa, massiv yoqmasa yoki yashayotgan joyga tap etib birov zavod qurib qo'ysa, chimodanini oladi-da, boshqa nimaga massivga ko'chib ketaveradi, boshqa shtatga ko'chib ketaveradi.
ishxonasi o'zgarib qolib, sal uzoqroqdan ishxona olsa ham uyini almashtirib tashlashadi. Hozir zamon уже globallashib ketgan. Hozir yashadingiz bo'ldi, o'lguningizcha bitta joyda qo'nim topishlik degan narsa yo'q o'rtoqlar. Mana shu narsa bizani xalqimizni qiynayapti-da. Uy qilishim kerak, tom yopishim kerak, yer olishim kerak, kredit qilishim kerak degan narsa qiynayapti. O'zinglarni qiynab, kasal qilib, qarzingizdan uzilgandan keyin o'lib ketishni xohlamayotgan bo'lsanglar, iltimos qilardim har 6 oyda asabiylarni davolab yurishinglarni. Asabiylikka men yana tavsiya qilaman jasmin gullari, zveroboy hamda melisa dushitsa giyohlarini. Endi men hozir ochiladimi-yo'q? Do'konimda bor joyi ko'rsatyapman-da, o'zingiz terma qilib yig'ib olsanglar ham bo'ladi o'rtoqlar. Jasmin guli bosh miya qon aylanishini yaxshilaydi, xotirani yaxshilaydi, ko'rish qobiliyatini yaxshilaydi, psixoemotsional holatga yaxshi, ruhiyatga yaxshi ta'sir qiladi. Zveroboy nerv agressiyani yaxshi davolaydi, uyqu faoliyatini yaxshilaydi. Nima desam ekan, bosinqirash, uyquda qo'rqib ketaverish, bir xil aytadi, vahmaman, o'lganlarni tushimda ko'raveraman, bosinqirab uxlayman. Uxlab turgandan keyin yuragim xuddi tomog'imda urayotgandek tuyuladi, gub bo'lib ketadi. Yuragim xohlasa tez urib ketadi, xohlasa sekin uradi deganlarga men zveroboy bilan dushitsa giyohlarini birgalikda qabul qilishini tavsiya qilaman. Melisa, uspokоительный giyohlarning ichida samir shedevri, yalpiz bargi. Homilador va emizikli bo'lmaganlardan tashqari hammaga men tavsiya qilaman. Og'izdan noxush hid kelishi, oshqozonda hazmni yaxshilanishi, oshqozondagi spazm olishi, ichaklardagi kolitga, bosh miya markaziy nerv sistemasini tinchlantirishga, xotirani yaxshilashga, uyqusizlikka eng yaxshi vosita yalpiz bilan melisa birgalikda qo'llanilishi. Agarda sizda asabiylik holatida davleniya o'ynayotgan bo'lsa, bayarishnik va pustirnikka yer usti qismi hamda gullari bargini birgalikda aralashtirib olib, birgalikda ichishinglarni tavsiya qilaman. Ham yuragingiz bitta ritmda uradi, ham davleningiz bir me'yorda bo'ladi. Davleniyasi tushib ketadiganlarga men bayarishnik bilan pustirnikka tavsiya qilmayman, faqat vrach ko'rsatmasi bilan ichishlikni tavsiya qilaman, chunki bu giyohlar qon bosimini 10 taga tushiradi. Davleniyanglar tushib ketib, sovuqliginglar oshib, boshinglar aylanib, sutkalab uxlaydigan bo'lib qolmanglar o'rtoqlar. Keyin yana bitta narsani men sizlarga aytib o'tmoqchiman. Muntazam sport bilan shug'ullanish ham odamni ruhiyatini tetik qiladi, asabini baquvvat qiladi. Kimdir kelib atidan asabingizni tikat qiladigan bo'lganda ham sizga uncha narsa ta'sir qilmaydi. Sport bilan shug'ullanishlikda men ko'proq plavaniyani tavsiya qilaman, yugurish yoki ходьба. Har kuni kechqurun shak qilib yurib kelishinglarni, hech bo'lmasa 20 daqiqa o'zingiz yaxshi ko'rgan sevimli 3 ta qo'shig'ingizga raqsga tushishinglarni tavsiya qilaman. Xoh erkak, xoh ayol, bu faqat ayollar raqsga tushadi degan joyi yo'q. Erkaklar ham raqsga tushsa bo'ladi. Nima desam ekan, ayniqsa erkaklar ko'proq raqsga tushish kerak. Raqs terapiyani afzalligini birinchi bo'lib yapon olimlari isbotlashdi. Onkologik kasal bilan og'rigan har bitta bemorga asabiylikka tinchlantiruvchi dori vositasini berib, ularda raqs terapiya o'tkaziladi. Onkologiya dispanserlarida ularda raqs terapiya har kuni o'tkaziladi. Ya'ni sizdagi hayot gormonlari uyg'onishi, kayfiyatingiz yaxshi bo'lishi, ertangi kunga ishonch bo'lishi uchun siz har kuni ertalab raqs terapiya qilishingiz kerak. Raqsga tushganda nima desam ekan, sevimli qo'shig'ingizga raqsga tushganingizda mana miya ma'lum muddat hozirgi stress, hozirgi asabiylik jarayonlarni unutarkan va o'tmishingizdagi, hayotingizdagi yaxshi kayfiyatingiz eng zo'r bo'lgan paytlarni sizga eslatishni boshlar ekan. To'ylarda yurganingizni, ota-onangiz bilan birga bo'lgan davringizni, yoshlik paytingizdagi muzikalarni ko'proq eslaysiz va o'sha davrga qisman qaytgan bo'lasiz va sizda kayfiyatingiz nafsiyatda zo'r yuradi kun davomida. Afsuski raqs terapiyani effekti 1 sutkaga yetadi xolos. Bitta uxlab turganingizdan keyin ertalabki qilgan raqs terapiyangiz kayfiyati sizda уже ertasiga bo'lmaydi. Siz buni qaytarishingiz kerak bo'ladi.
Har kuni ertalab dush qabul qilishinglarni tavsiya qilib qolaman. Muntazam sport bilan shug'ullanishinglarni tavsiya qilib qolaman. Asabiylikni baquvvat qilish uchun ko'k piyoz, petrushka, ukrop, kashnich, karam iste'mol qilishinglarni tavsiya qilib qolaman. Mana shu sabzavotlarni har kuni tanaga oz qismda bo'lsa ham kirishini ta'minlashinglarni tavsiya qilaman. Sizlarga 5 kilo go'sht yeylar yoki 400 ml bat ichinglar deyotganim yo'q o'rtoqlar, lekin elementar narsa hafsala qilib har kuni ko'chaga chiqasizlar. Ular bir 10 ming so'm, 15 ming so'm turadigan mahsulotlar hisoblanadi. Ratsioningizga kiritinglar, xolodilnikingizda doimiy bo'lishini ta'minlab qo'yinglar. Va albatta kayfiyatingiz yo'qmi, depressiyadamisiz, stress holatida insonga yorug'lik birinchi o'rinda tavsiya qilaman. Yorug'lik oilangizda, uyingizda, o'tiradigan joyingizda yoki ishxonangizda ta'minoti qanaqa? Xira bosgan yoki lampochka zo'rg'a lipillab yonib turgan uyda bo'layotgan bo'lsangiz, hoziroq turing, lyustrangizni arting, lampochkalarni eng yorqini yarkisiga almashtiring. Uyingiz yorug' bo'lishini ta'minlang. Chuqur g'am-g'ussaga, qayg'uga tushgan yaqiningiz, birodaringiz, tanishingiz bo'lsa, bo'ladi, hayot bu. Turmush o'rtog'i vafot etgan, bolasi kasal bo'lib nobud bo'lgan yoki ota-onasini yo'qotgan yaqinlaringiz bo'ladigan bo'lsa, yolg'izlatib qo'ymanglar o'rtoqlar. Kelganida yoki uyiga uni ziyoratiga borganda uyini yorug'lik ta'minotiga ahamiyatli bo'linglar. Uy qanchalik qorong'i bo'lsa, солнцезащитный yoki jalyuzilar bilan qop-qorong'i qilib qo'yilgan bo'lsa, siqilib turgan odam battar depressiyaga tushib ketaveradi. Va albatta, stressda, depressiyada yurgan odamlarga men qora va jigarrang kiyishni taqiqlayman. Mana shu rangli liboslar insonga yana ham vazminlik, yana ham bosiqlik beradi. Bu ko'zi bilan vizualni, как psixologik ko'rganida depressiyaga tortadigan ranglar hisoblanadi. Yorqinroq, yashil, sariq rangli yoki bo'lmasam zeleniy, ko'k, musaffo ranglarni, oq ranglarni ko'proq kiyishinglarni tavsiya qilaman. Kayfiyatingizga siz kiyayotgan rang ham ta'sir qiladi. Va albatta, xonangizda, uyingizda, yashaydigan joyingizda ko'proq zelen, ko'proq ko'katli, gullar ko'proq bo'lishini ta'minlang. Daraxt ekib gul o'stirishga imkoniyati yo'qmi? Domdamisiz? Hatto bu garshokda, tuveda gullar o'stiring. Искусственныйsi emas, tabiiysini men nazarda tutyapmanki, albatta ular o'zidan kislorod chiqaradi, ular o'zidan yaxshi energiya taratadi va vizual ko'z bilan ko'rganingizda sizni stressingizni olishga, bu Alloh yaratgan jonzot, Alloh yaratgan, nima desam, mo'jizakor narsa hisoblanadi, o'simliklar. Ko'proq daraxtzorlarda, o'tloqzorlarda yalangoyoq yurishlikni tavsiya qilaman. Turpoqda yerda har kuni 10 daqiqa yalangoyoq yurishinglarni, hovlida bo'lsanglar, hoziroq paypog'inglarni yechib, yalangoyoq 5 minut, 10 minut yurib kelishinglarni tavsiya qilaman. Hamda mana shu berayotgan tavsiyalarim sizlarga manzur bo'layotgan bo'lsa, ushbu videoyimni yaqinlaringizga ulashib qo'yishinglarni, yurakchalarni bosib qo'yishinglarni, podpiska tugmasini bosib bizani dalshi kuzatishinglarni tavsiya qilib qolaman. Demak, sizlarga tavsiya qilgan dorivor giyohlarim tushunarli. Kardamonni qanaqa tartibda ichishni yana bir bora eslatib o'taman. 2-3 ta zernishkasini olib chaynasanglar ham bo'ladi. Chaynaganda og'zida yara-chaqa bo'lib, stomatit bo'ladiganlarga ham foyda. Yokida bitta katta bokallarga, bunaqa katta bokalga 2-3 tagina danagini olib, urug'ini yaxshilab ezib, sovurib, choy ko'rinishida issiq choy qilib, jasminoviy choy bilan birgalikda ichishinglarni ham tavsiya qilib qolaman. O'rtoqlar, meni sizlarga bitta kichkina sovg'am bor. Nima desam ekan, auditoriyam bilan yana ham yaqinroq bo'lish uchun, sizlarga ham shifoli, ham xayrli ish bo'lishi uchun, o'zimni oxiratimga savobli bo'lishi uchun 21 kun bepul salomatlik questini uyushtiryapmiz. Albatta 21 kunlik bepul salomatlik questida aktiv faol qatnashishinglarni 21 kun davomida sizlarga berib boradigan ma'lumotlarimni yozib olib, hayotingizda tatbiq qilib, o'zingizlardan keyingilarga, avlodingizlarga, atrofdagilarga yetkazishinglarni, biz berayotgan bilim, ko'nikma, amaliy tajribalarni ko'proq odamlarga ulashishinglarni iltimos qilib qolaman, so'rab qolardim. Ko'rsatuvlarimizni ham qoldirmasdan ko'ringlar. Keyingi jonli efirimgacha salomat bo'linglar. E'tiboringiz uchun rahmat.